Talab. Bugün qiziq bo'lishi aniq. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Unda biz videoni boshladik. Hoy. Sizlar nega savdogarlik qilmayapsan? Bu kiyimlarni qayerdan berib qo'yganman? Klient yo'q. Naqlar. Qaysing gapirding? Shu uchun ikkilang ham bu dunyodan ravona bo'lasan. Qani bu ishyoqqa. Bu yerga kel. Seni to'rtga bordi. Keyingiz kelsin. Xo'sh. Senlar nima uchun o'g'rilik qilyapsan? Xo'sh, senlar nega o'g'rilik qilyapsanlar? Shuni menga tushuntirgani? Xo'jayin qildim. Xo'jayin, iltimos bildirmang. Bu jinoyat qanchalik og'irligini bilasizmi? Yo'q, bilmasdik. Buni hamma bilardi-ku. Nega yolg'on gapirasan? Shu uchun bilasan. Oxirgi so'zingni ayt. Iltimos, meni o'ldirmang. Pash. Keyingisi. Xo'sh, senlar nega bunday? Senlar ham o'g'rilik qilding-ku. Bu qo'ning azin ekanligini bilasan-ku. Ana u dunyoga bo'lgan ikkalasi ham shunday qildi. Bu uchun senlar qattiq pushaymon yeysanlar. Joying jannatdan bo'lsin. Bola. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosinglar. Unda biz videoni tugatamiz. Barchaga xayr, obuna va like bosib qo'yinglar.